Молчун Leylek hazır Sırmıta Ayl Çarba Kooperativining direktori bo'lib, Jarboshi Ayl Çarba Kooperatividan 20 tonna sagita sortundagi ürün kartoshkani olib, ellerga tarqatib berdik. Tushunuvligi juda jo'g'ri bo'ldi. Bizden algan fermerlerden hech qanday jalb yo'q. Dağı Xudo qalasa bir yil planlashtirib o'tamiz. Hozir 15 tonna kalibrovka bo'lgan sagita urug'idan olayli deb. Keyingi yillari biz cho'ng planimiz bor. Erta pisha turgan kartoshka ürünini olib, biz pastki zona Qulunda ayl hukumatlarini, Aqsu ayl hukumatini, shunday ele Chingen aylini olib berib, erta yozda kartoshka sotuvga chiqaruga biz shuni planlashtirib o'tamiz. Başı Ayl Çarba Kooperativining yetakchilariga, sotrudniklariga cho'ng rahmat. Biz yeni adallarni rayonda turamiz. Bundaycha aytganda, va chektish sizlarni shunday bizni qo'llab ürün berganingizlarga, bardingizlarning ishingizlarga egilib rahmat sizlarga.